Chiroyi, sifat. Qani bitta ko'raylikchi. Okey. Negativmisizlar. Mana shu abo'yi o'zingizcha bir nima qilib qanaqadir sport qilib osmondan tushadimi, boshqa joydan tushadimi? Bu o'tda yonmaydigan, suvda cho'kmaydigan abo'y Turkiyaniki bo'ladi. Yashammi? Yashammiki, ko'rsatib bo'ladi. Yasham hamma znaklari, ISO znaklari ham bor. Bu effekt krashnistini deyiladi. Ko'pchilik kraska qiladigan devorni emulsiya urishadi-yu, qimmat, ani kvadrat $30 turadi, bilmayman hozir 100% narxini. Shunaqa narsani chiqarib kelishga, chiqarib kelganmiz. Qo'yib yuboring, mana shu yerga qo'yib yuboring. Shu tepasini shu yerga oching. Mana. Har xil ranglar bor bizada, emulsiyaga o'xshab turadi devorlarda. Один к одному bo'lib, bu qimmatchi devor bo'lib turadi, xudo xolisa. Buni har xil ranglardan bor. Mana ko'rsining, ranglarini qarang, tiniqligini qarang, gap bo'lishi mumkin emas. Mana Trenddagi narxlari, ranglari. qarang, ko'ryapsizmi? Buni narxlari nechi pul aka endi? Narxini 370 ming sotilardi, o'tgan safar ham aytganman, sizlarning qizingizdan nomingizdan kelishadigan bo'lsa, buni 30-35% skidka qilib beramiz. Voy, gap yo'q lekin, ha? Gap yo'q lekin. Sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, Mazda Toshkent Sergey Index bo'ladi. Mana shunaqa abo'ylar kelaverasizlar. Qanaqadir yana abo'y bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lsa, akam profillarini saftirib qo'yaman. O'tib, boshqa temalarni ham tushunib olsanglar bo'ladi. Xudo xolisa. Inshaalloh. Kelavering.